Götürsünler. 25. O toplarınızı yine götürsünler. 25. Yeni renk gerekme. Nişki rengi gerekme. Bafaları bunların 25 sonları. Bu topladan gerekme yine. 10 son. Yengilgine top yine. Bu topumuzdan 10 son ekan. Bir de her türlü turdaki topla yine. Götürsünler. Sarı desilemez. Gök desilemez. Her türlüsünden bu. Gelaveresizler. Şimdi turamızdan indi bütün hem yerleri gösterip bir yandan başlayımız. Bu mağazini bilmeyen adamımız yok. Bu mağazinimiz halkımıza menzur olan narsalar bilan donilgan. Başdaki videomuzda negatiflar ko'p bo'lgan 10.000 so'mlik mağazin. Bu 10.000 so'mlik mağazin deganda buning adı 10.000 so'm. Görtürsüler bir de assortiment her xil narsalar gelgan bir de o'zgarishlar bo'lgan bir de ko'p narsalar bor. Gelaverasizlar yine stakanlar ham qizlarning abadoqlari desilama, yine kichik narsalardan ham kelgan yine geshda yoqib qo'yaman desangizlar, rozetka, zaryadka nelar bilan ko'rib turibsizlar. O'zgarishlar bo'lgan bir de ko'p narsalar bor. Yine miyakki o'yinchoqlar kelgan, yine baholar 25.000 so'mdan. Tikashlar kelgan. Tikashlarcha so'm? Hang? 15.000 so'm har xil razmerda tikashlar bor. Non-padnislar bor bu yerda. Bular çasom inab toza kelgan. Bu ballas choy ichadan, suv ichadan narsa so'm bu. 10 so'm ko'rib turibsizlar. Hemen 2 kilosi boyna maktabga ketganlarida qishda suv solib beraverasizlar, yozda sovuq suv. Zakonli bo'lib turadi. Buning bahasi ham 10.000 so'm arzimon pula. Shuning xo'shravach ballangiz uchun. Hamma narsamiz bor yine. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda mashinamiz bor yine. Ballamizdan massakillarimiz bor. Deyşandaki vajlarimizni ko'rsatib obzor etib ketamiz. Yine gellar. Stakan. Suychadan stakanlar kelibdi yine. Ko'rib turibsizlar yine. Yine bu kichkinalar bor yine 20.000 so'mdan. Keyin bu og'zi bekli stakanlarimizdan bor yine 25.000 so'm. Ajoyib narsalar kelibdi. Ko'p o'zgarishlar bo'lib ketibdi bu yerda. Ko'p narsalar bor. Xudo xolasa, xudo buyursa tez arada bir de yeniden o'zgarish, yeniden yangiliklar aytamiz. O'zim geldim endi xudo xolasa. Bir de başqacha atmosfera, başqacha o'zgarishlar bo'ladi. Baholari bilan donishtirib o'tamiz. Kelib qolasizlar, manzilni hammangiz bilasizlar. Ko'rib turibsizlar. Shu o'zlarimizning Sayapurimizda bu yanımız uzun market, bu yanımızda Komilom sartaroshxonasi, bu yandan Drujbadan kelaverasizlar. Sayapurning o'rtasi desam ham bo'ladi. Shedagi o'zlarimizning Adi 10.000 shop deb nomlangan magazinimizga kelib narsalardan xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Bu yerda tez arada o'zgarish va skidkalar va yangiliklar bo'ladi tez. Xudo xolasa tez arada kelaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab